Nagasaki va G'ulja Sovet ittifoqining eli inqilobini qo'zg'ash va mazkur inqilob natijasida qurilgan mustaqil hokimiyatning toki 1949-yilining oxirigacha Gomindang hukumatidan mustasno holda mavjud bo'lib turishni qo'llashidagi ko'p taraflamalik omillar qatoridagi eng muhim omilning Moskvaning atom bombasi yasash strategiyasi bilan bog'lanishliq ekanligini tushuntiradigan bir qancha masalalar qatorida Yalta kelishimi va uningdan keyingi Germaniya ham Yaponiyaga qarshi urush jarayonidagi ahvollarni ko'rsatish mumkin. Agarda Stalinning maqsadi faqatla Shinseyni o'rnidan qoldirish orqali o'zining o'lkasidagi jug'rofiyaviy siyosiy imtiyozlarni qaytadan tiklash deb qaraganda, uning milliy ozodlik inqilobga yordam berishi 1945-yili 11 fevraldagi Stalin, Roosevelt ham Churchilllar orasidagi Yalta suhbati ham Yalta kelishimida erishgan natijalari bilan to'xtab qolishi kerak edi. Hech bo'lmagandimi 1945-yili 14-avgustda Yalta ruhi bo'yicha Sovet Jungo do'stlik shartnomasining tuzilishi bilan xulosalanishi lozim edi. Chunki Stalin ana shu Yalta kelishimidan keyin izchil turda Sovet ittifoqining Sharqiy Turkiston zimin talabi yo'qligi va buning Jungoning ichki ishi ekanligini e'tirof qilib kelgan. Ammo undaq bo'lishiga qaramay Stalin Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga davomli yordam berdi. Buningdagi tüp sabab haqida shundaq farazni o'ttirib qo'yish mumkinki, chunki birinchidan Stalin Yalta kelishimida 2-dunyo urushidan keyingi dunyo tartibini tangshashda o'zining tegishli imtiyozini qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, lekin uni texi amaliyotga oshirmagan hamda to'liq kapolat ostiga olmagan edi. Ikkinchidan, keskin qilib aytishga bo'ladi-ki, u texi atom bombasi uchun kerak bo'lgan Uran qatorliq yer osti boyliqlari manbalari joylashgan Tarbag'atay, Altay rayonidan Gomindang qo'shinlarini to'liq tozalab bo'lolmagan edi. Sovet ittifoqi ana shu maqsadlarni reallikka oshirishni davomlashtirayotgan milliy armiya shiddat bilan o'ttira, shimoliy yo'nalishlarda jang qilayotgan paytlarga to'g'ri kelgan. 1945-yili 24-iyuldagi Potsdam yig'ini mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining tunji atom bombasini sinaq qildi. Potsdam yig'inida Amerika prezidenti Truman Stalinga bu xabarni aytganda, Stalin xuddi hech ish bo'lmagandek kulib qo'ysa-mu, lekin o'zining mundaq bombasini yasashga tirishayotganligini chandurmadi. Chunki ayni vaqtda Sovet ittifoqining Germaniyadan qo'lga tushirgan uran zapaslari uning atom planidan to'liq yiroqda bo'lib, u yanada zo'r miqdorda uranga muhtoj edi. Bu uran konlari faqat Sharqiy Turkiston o'lkasida bor edi. 1945-yili 8-oyning 6-kuni Amerika Xiroshimaga atom bombasi tashlagan kunining ertasi Stalin Sovet armiyasining Yaponiyaga qarshi Manjuriyadagi butun saplar bo'yicha 9-avgust kuni hujum boshlash buyrug'ini imzoladi. Shu kuni yana Amerika Tagaskiga atom bombasi tashladi. 14-avgust kuni bo'lsa, Yaponiya hukumati radio orqali taslim bo'lganligini jakarlagan kuni Moskvada Sovet Jungo do'stlik shartnomasi imzolandi. Hamda qisqagina bir hafta ichida Sovet ittifoqi qo'shinlari butun Manjuriyani hamda Koreya yarim orolini asosan ishg'ol qilish bilan Yaponiya armiyasini butunlay gumron qilinib, Ikkinchi dunyo urushi butunlay oxirlashtirilgan hamda Moskva Yalta kelishimida o'ttirg'i qo'ygan imtiyozlarini to'liq kapolatga ega qilgan bo'lsa-mu, biroq atom bombasining haqiqatan qirish kuchi borligini amaliyot orqali tunib yetdi. Shuningdek,
Amerikaning dunyodagi birdan-bir atom davlati sifatida qad ko'tarishini o'ziga nisbatan yangi tahdid hisoblab, atom bombasi yasash sur'atini eng yuqori sur'atda tezlatishni qaror qildi. Bu ehtiyoj bilan 1945-yili 20 avgust kuni Stalin Davlat Mudofaa komitetining 9887 nomerli qarorini tasdiqlab, yangi atom plani qurilmasi qurib chiqdi. Umumiy xizmatlarga rahbarlik qilish uchun alohida komitet qurgan bo'lib, atom siyosiy byurosi deb atalgan Mazkur komitetning raisligiga Beriya tayinlanib, tarkibiga Stalin qatorliq muhim rahbarlar va bir qism atom olimlari kirgizildi. Albatta, bu chaqda garchi Sovet ittifoqi Germaniyani yo'qotish bilan ko'plagan German atom olimlari ham Germaniyaning bir qism uran zapaslarini ilib ketib, o'z plani uchun ishlatgan bo'lsa-mu, biroq uran zapasi shuningdek texnik kuchi yanada yetarlik emas edi. Ana shuning uchun uran qiyinchiligini hal qilish muhim kun tartibga qo'yildi. Mazkur 9887 nomerli qarorda keng ko'lamda geologik tekshirish ilib berib, Sovet ittifoqining uran xam ashyo bazasini qurish, Sovet ittifoqining teshidagi uran manbalarini ishiltish, uran sanoatini tashkillash hamda atom energiya aslahalarini qurish va atom bombasi yasab chiqish deb bekitilgan. Bu qaror bo'yicha Xalq ichki ishlar komissariyati qaramag'ida ijro qilish organi qurib, atom sohasiga oid maxfiy kon va sanoat organlari qurib chiqib, bularda turmaga tashlangan odamlarni ishlatdi. Bu odatda atom gulagi deb atalgan bo'lib, mazkur sohada eng ko'p bo'lganda 700 jinoyatchi ishlagan ekan. Ana shu qarori bo'yicha Stalin Amerika, Angliya rahbarlari bilan birlikda imzo qo'ygan Yalta kelishmasining bir qismi sifatida qabul qilgan qaror bo'yicha 14 avgust kuni Jungo bilan do'stlik kelishimini tasdiqlagan hamda Jankayshi hukumatiga o'zining Sharqiy Turkistondagi qo'zg'olonchilarni qo'llamaslik haqida va'da berganligiga qaramay, yanada milliy armiyaning davomli turda hujum qo'zg'ab 1945-yili 9-sentabr kuni Altayni, 16-sentabr kuni Jing va Shixoni ozod qilib, Manas daryosining g'arbiy qirg'og'iga yetib kelishiga yo'l qo'ydi. 2000 dan ortiq Qizil armiya jangchisi va 500 nafar Qizil armiya ofitseri milliy armiyaning bu urushlarga bevosita qatnashtirildi. Bu vaqtda Ili, Tarbag'atay va Oltaydan iborat 3 viloyat to'liq ozod bo'lish bilan Orshang ham Ko'kto'qaydagi radioaktivlik metallar manbalarini ichish sharoiti yoritilgan bo'lib, Stalin yana shuningdan keyinla Sovet ittifoqining harbiy texnika, xam ashyo ham kadr va boshqa jihatlardan qo'llashi ostidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasining hujum qilinishini to'xtatib qo'ydi. Hamda Cumhuriyet hukumatini Gomindang bilan bitim tuzashga qistash bilan o'zining Gomindang hukumatiga bergan va'dasini ko'rsatdi. Biroq suhbat 10 oyga so'zildi. Shuningdek, orqadan 1946-yili 7-oydan 1947-yili 8-oygacha birlashma hukumat mavjud bo'ldi. Bu hukumatningmi buzilib, Ahmadjon Qosimi qatorliq ili rahbarlari G'uljiga qaytib ketib, Manas chegarasi toki 1949-yili 11-oyga qadar mavjud bo'lib turdi. Qisqasi, ana shu 5 yil jarayonida Gomindang armiyasi va hukumati Sovet ta'siri ostidagi mazkur 3 viloyat tavasiga kirolmagan bo'lib, mazkur rayon mustaqil holda o'zi idora qilib, Sovet ittifoqining uran qazishini kapolatga ega qildi. Qisqasi, paktlar orqali mantiqli xulosa chiqarish mumkinki, Xirishma va Nagasakidagi Amerikaning 2 atom bombasining portlashi insoniyatga haqiqatan qudratli qirish xarakterlik qurolni yasaqlab bo'ladiganligini, agarda bu qurol kimning qo'lida bo'lsa,
uning dunyo tartibini belgilashdagi tangdoshsiz kuchga aylanadiganligini haqiqiy yo'sinda isbotlab berdi. Nagasaki va Xirishmadagi insoniyatni cho'chitadigan dahshatlik manzara Stalinning butun kuch bilan har qanday badalga qaramay eng tez suratda atom bombasi yasash planini kuchaytirishdagi yana bir muhim omilga aylandi. Shu sababdan garchi Stalin Yalta yig'inida Jungo masalasida Amerika bilan birlik hosil qilib, Yalta ro'yi bo'yicha 1945-yili 8-oyda Jungo bilan kelishim tuzib, Jungodan erishgan manfaatlarini kapolatga ega qilgan bo'lsa-mu, biroq yanala shu asosliq muddao atom bombasi uchun keraklik bo'lgan uran boyliqlarga erishish uchun Ili, Tarbag'atay va Oltaydan iborat ozod 3 viloyat doirasida Junhua Mingo hukumatining hukmronligining asliga kelishiga yo'l qo'ymay, G'ulja yanala mazkur hech qaysi davlat tarafidan e'tirof qilinmagan mustaqil 3 viloyat hukumatining markazi bo'lib, Manas daryosining g'arbiy va sharqiy qirg'iqi xuddi ikki davlat kabi o'xshamagan davlat bayrog'i, o'xshamagan armiya va davlat ham saqchi apparatlari va o'xshamagan ma'rif va siyosiy ideologiya hukmronligi asosida tangdosh mavjud bo'lib turdi. Nagasakidagi portlash ovozi garchi G'uljaga anglanmagan, shuningdek bu ikki shaharning orliqi taxminan 5-6 ming kilometrdan ortiq bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur, Qozoq qatorliq ozodlikqa, hurlikka tashna xalqlarning minglagan o'g'il qizlarining issiq qon badaliga qurilgan G'ulja hukumati Stalinning atom plani uchun bilib bilmay xizmat qildi. Stalinga ishongan, uningdan ozodlik umidlarini kutgan G'ulja rahbarlari Sovet ittifoqi kon xodimlarining Ko'kto'qay va Orshan qatorliq joylarga qaytib kelib, jiddiy ravishda uran qatorliq kam uchraydigan radioaktivlik moddalar va boshqa rodlarni qizishga Xalq ichki ishlar xalq komissariyati va atom siyosiy byurosining raisi Beryaning bevosita qo'mondonligidagi Sovet NKVD qo'shinlari o'zi xohlagancha Orshan va Ko'kto'qaydagi kon rayoniga kirib, to'liq qurollangan holda qo'g'dash faoliyatlari bilan shug'ullandi. Bu amaliyotda Ashu Sovet Davlat Mudofaa Komitetining 9887 nomerlik qarorining ijrosining bir muhim qismi edi xolos. Orshan va Ko'kto'qaydagi qizish. Demak, Nagasaki va Xirishmadagi atom bombasining portlash ovozidan bir oy keyin Ili, Tarbag'atay va Oltaydan iborat Sovet ittifoqi bilan 2000 kilometrdan ortiq chegara liniyasiga ega 300 ming kvadrat kilometrlik territoriyada Junhua Mingo hokimiyati yo'q qilinib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati nomida birlikka kelgan bir yerlik hukumat o'z oldiga idora qilish ishlarini yo'lga qo'ydi. Sovet ittifoqi geologiya xodimlari jumladan uran qazg'uvchilari Moskvaning himoyasi ostidagi mazkur 3 viloyat tavasidagi ilgari o'zlari topgan uran qatorliq yer osti boyliqlari manbalariga qaytib kelib, qizish faoliyatlarini boshladi. Aslida Sovet kon xodimlari 1935-yildan keyinla Shinsayga yordam berish nomida Sharqiy Turkistonga kirishga boshlagan bo'lsa-mu, biroq 1940-yili Shinsay bilan Stalin orasidagi konsessiya kelishimidan keyin Ilida o'lkalik geologiyalik tekshirish idorasi qurilib, xizmatlar ilgarikidan aktiv ilinib berilgan. Bu organ amaliyotda Sovet ittifoqining geologiyalik tekshirish va qazish ishlariga yordamchilik qilish rolini o'ynagan edi. Sovet mutaxassislari tarafidan Orshan tavasida tepilgan Wolfram koni deb atalgan kon aslida 1938-yillari tepilib bekitilgan hamda 1943-yilga kelguncha injenerlar 60 ga ishchilar 3000 ga yetgan bo'lsa-mu, lekin 1943-yili Maytaq neftligi bilan tang to'xtab qolgan.
Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilib, 3 viloyat ozod qilinishi bilanla tangla Sovet geologiya va kon xodimlari Arshangdagi konga qaytib kelib, jiddiy qizish ishlariga kirishdi. Sovet ittifoqining Arshangdagi Wolfram kenini qizish ishlari 1945-yilining kuz oylaridan tortib toki 1950-yilgacha hech to'xtalg'usiz davomlashib, ishchilar ham texnika qo'shuni izchil ko'paytilishi bilan erishgan mahsulot sonimi yildan yilga oshirilgan. Hozircha Sovet tarafning bu haqdagi arxiv hujjatlari texi oshkora bo'lmag'achqa, Sovet ittifoqi maxfiy shaklda ilib borgan mazkur kon qizishning amaliy ahvoli va natijasimi to'liq emas. Biroq Gomindang hukumat organlarining egilgan to'liqsiz ma'lumotlari mavjud bo'lib, uningga asoslanganda Sovet ittifoqi ili qo'zg'olondan keyingi alohida ahvoldan foydalanib, Arshang tavasidagi kon rayonida butunlay yangicha qizish mashinalarini ishlatib, yerlik Mongol, Qozoq, Uyg'urlardan 3000 dan ortiq ishchi yollab, har kuni 825 jing, yilda 150 tonna kon mahsuloti qezib chiqargan. 1946-yili kon ishchilarining soni bir tumanga yetkazilib, 1945-yildagidan taxminan 3 hassa qozg'an kon mahsuloti taxminan 450 tonnaga yetkazilgan. 1947-yili kon ishchilari 20 mingga yetkazilib, 1945-yildagidan 7 hassa oshirilgan. Qozg'an mahsulotimi 1000 tonna deb faraz qilingan. 3 yil ichida jami 1600 tonna kon mahsuloti qozg'an. Mazkur hujjatdagi uchurdan ko'rib olishga bo'ladiki, Sovet ittifoqining qozg'an kon mahsulotlarining birinchi yili ozroq bo'lishidagi sabab shuki, birinchidan Arshang qatorliq joylarni o'z ichiga olgan Ili viloyatining 1945-yili 2-oyga kelganda to'liq ozod bo'lishi bilan munosabatlik bo'lib, Sovetning bu joydagi geologiyalik harakatining taxminan shu yilning bahor oylarida boshlanganligini ko'rsatdi. Ikkinchidan, dastlabki yili ishchilar sonimi ozroq bo'lgan. Gomindang G'arbiy Shimol bargohining 1948-yili Davlat Mudofaa ministrligi yo'llagan mazkur dokladida ko'rsatilishicha, Arshangdagi kon manbasi 3 joyga joylashgan bo'lib, biri Arshang nahiyasidan 20 kilometr yiroqlikdagi Chig'istay, ya'ni Chekestay rayoni. Bu Sovet ittifoqining kon mahsulotini tunish punktidan 30 kilometr yiroqda bo'lib, kon rayonining uzunligi 3 kilometr, kengligi 1 kilometr. Ikkinchisi Arshang nahiyasidan 25 kilometr yiroqdagi va Chig'istay rayonining sharqdan 22 kilometr yiroqlikdagi Xustay rayoni bo'lib, konliqning uzunligi 5 kilometr. Dengiz yuzidan 2400 dan 2800 gacha bo'lgan tog' orasiga joylashgan. 3-chi, Julikan daryo sohilisining sharqiy tarafida bo'lib, bu joy dengiz yuzidan 1800 dan 2000 gacha egiz bo'lgan tog' jilg'isiga joylashgan. Bu yerning yer shakli biroq tekshi bo'lib, kon qozgan joy bilan kon maydoni orasidagi yaqinroq bo'lgan Arshangda kon mahsulotlarini saqlaydigan punkt shuningdek kon rayonida suv elektr stansiyasi qatorliq kon ishlariga keraklik bo'lgan aslahalarni qurgan. Gomindang hukumatining bu doklati qisqa bo'lsa-mu, lekin uningda mazkur kon rayonining joylashish ahvolidan boshqa yana qanchalik zapas borligi aniq ko'rsatilgan bo'lib, birinchi kon rayonida 1050 tonna, ikkinchi kon rayonligida 2350 tonna, uchinchi konliqda 5600 tonna bo'lib, jami 9000 tonna kon mahsulot zapasi borligi qayd qilingan. Gomindang hukumatining bu sonliq ma'lumotni nadin olganligi va qandoq egallaganligi aniq emas. Albatta, Jungo hukumat tarafining bu yerga kelib, maxsus tekshirib yuqorqi sonliq uchurlarga ega bo'lishi texmo reallikdan yiroq bo'lib,
Balki ular bu yerda 1943-yildan ilgirki Sovet ittifoqining Shinseyga oshkor qilgan sonliq ma'lumotini asos qilgan bo'lishi mumkin. Ammo ayni vaqtda Sovet ittifoqi mazkur strategik yer osti boyliqlarining zodi nima ekanligi va qanchalik zapisi borligi haqida Shinseyga rostchil maydonda turib ma'lumot berganmi yo'q. Bunisi noma'lum. Chunki zaten Shinsey bilan Sovet ittifoqi orasida tuzilgan 1940-yili 26-noyabrdagi konsessiya kelishimi mutlaq maxfiy bo'lib, Moskva bu harakatini boshdan oxiri mutlaq maxfiy tutgan. Gomindang hukumatining to'plagan bu ma'lumotlarmi faraz va taxmin qilish tusini olganligi ehtimolligi zo'r. Garchi 1946-yili 7-oydan toki 1947-yili 7-oygacha bo'lgan oraliqda ili bilan Urumchi orasida birlashma hukumat mavjud bo'lsa-mu, lekin Gomindang doiralarining 3 viloyat tavasiga harbiy, siyosiy, ma'muriy va boshqa jihatlardan kirib, uni Urumchi bilan birlashtirishi amalga oshmagan. 3 viloyat yanala o'z oldiga mustaqil mavjud bo'lib turavergan. Ahmadjon Qosimi rahbarligidagi ili taraf Gomindangning 3 viloyatni egilishiga yo'l qo'ymaydiganligi uchun Gomindang ilini alayda bo'lib oldi deb doim ayiblagan edi. Bundaq ahvol ostida Nanjingning mazkur mustaqil alayda rayonga odam avatib, Sovet ittifoqining ta'siri jumladan qon qizish ishlarini tafsiliy tekshirib, to'liq sonliq ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin emas edi. Uning ustiga yana 1947-yili 8-oyda birlashma hukumat buzilib, Ahmadjon Qosimi qatorliqlar G'uljiga qaytib ketgandan keyin qaytadan ili bilan Urumchi orasi jiddiylashib, ikki taraf qo'shinlari bir-biriga qarshi jiddiy urush holatiga o'tish vaziyati shakllangan. Bu hol toki 2 yildan ortiq vaqt davomlashgan bo'lib, bu jarayon ichida Sovet ittifoqining bu joydan texmi zo'r miqdorda qon mahsuloti olganligi tabiiy. Chunki ili hukumatining tavasidagi Arshang 1947dan 1948-yillardagi Osman va Qalibek qatorliqlarning isyoni ham buzg'unchilik harakatlarining ta'siridan xoli bo'lib, vaziyat muqim bo'lganligi uchun Sovet ittifoqi nihoyatda xotirjam ham o'ngishli holda qon qizishga muvaffaq bo'lgan. Uning ustiga bu joylar Qozog'iston chegarasiga bek yaqin. Elining boshqa odam zid joylardan yiroq bo'lganligi uchun erishilgan mahsulotlarni hatto qo'rg'as orqali elib ketishimi osonga tushgan edi. O'z yerining boyligini qo'g'digan qozoq botirlari 1944-yili 12-noyabr kuni G'ulji qo'zg'oloni dastlabki qadamda g'alaba qilib, Jumhuriyat qatorliq hukumati qurilib, 1945-yili 2-oyga kelganda butun ili viloyatining ozod qilinish, 1945-yili 10-oyga kelganda Tarbag'atoy va Oltoy viloyatlarimi ozod qilinib, Tangri tog'larining shimolidagi mazkur 3 viloyat bir gavdiga aylanish bilan tang boshlangan Sovet ittifoqining mazkur ozod rayonlardagi kam uchraydigan qimmatlik materiallarni qazish harakatlari Arshang tavasida normal davomlashgan bo'lsa-mu, lekin Oltoy tavasida bir qator qarshiliklarga uchradi. Sovet ittifoqining Ko'kto'qayda geologik tekshirish va o'ran konlarini qazish faoliyatlari izchil turda qozoqlarning qarshiligiga uchragan bo'lib, buning beshida Osman Islom qatorliq qurolliq guruhlarning boshliqlari va bir qism Sovet ittifoqiga qarshi kayfiyatdagi qabila oqsoqollari turadi. Biroq Moskva Osman Islom tarafidan paydo qilingan mazkur qarshilik va o'ngsizliklarga parvo qilmay qizish ishlarini qat'iy davomlashtirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin oxirgi hisobda haqiqiy qarshilikqa Osman Islomdan emas, balki Shinseyning o'zidan keldi.
qisqasi Sovet ittifoqining 1941 yilidan toki 1949 yilgacha bo'lgan orliqda 6 oyda elib berilgan qon qizish ishlari gohida Shinsey, Osman Islom va Gomindang tarafidan qarashliqqa duch kelgan bo'lib, bularning hammasi Moskva bilan ma'lum darajada hamkorlik o'rnatgan bo'lsa-mu, biroq Osman Islom Moskvaning Oltoyning qon boyliqlarini elib ketishiga boshdan oxiri qattiq noroziligini ifodaladi. Hatto uni to'sish uchun qattiq vositalarni qo'llanish orqali Stalin, Beriya va Molotov qatorliq Sovet oliy rahbarlarining bu masalaga bevosita diqqat qilishini keltirib chiqardi. Amaliyotda Osmanning qarashligi uning Sovet ittifoqiga, kommunizmga qarshi iddisi va o'zidagi qozoq millatchilik ruhi hamda Sovet ittifoqi va Mongoliyani va'diga vafo qilmaydiganligini ayblishi bilan zich munosabatlik bo'lib, Osmanning qarashligi Sovet ittifoqining manfaatlariga xilof kelganligi uchun oxirgi hisobda Stalin o'zi bilan bir mazgil ittifoqlashgan mazkur Baturni ko'zdan yo'qotishni qaror qildi. Maqolamizda ta'kidlayotgan markaziy nuqta, ya'ni Sovet ittifoqining Ko'kto'qayda qon qizish ishlarining Osman Islom tarafidan qarishliqqa uchrashining ma'lum tarixiy orqa ko'rinishi bor bo'lib, amaliyotda qozoqlarning bu xil qarishliq kayfiyati Shinsey davrida ko'rilishga boshlagan. 1940-yili va 1941 yili Ko'kto'qay qozoqlari 2 qitim qo'zg'olon ko'tarib, Shinsey hokimiyatini bearam qildi. Ko'kto'qaydagi qozoqlarning 2 qitimliq qo'zg'olonga sabab bo'lgan muhim omillarning biri Moskva bilan Shinsey orasida tuzilgan. Biz maqolamizning bosh qismida ta'kidlab o'tgan ashu maxfiy kelishim bo'yicha Sovet geologiya xodimlarining 1941 yili 5 oyda Ko'kto'qay tavasida yer osti boyliqlarini izlash elib berib, bu yerdan qimmatlik yer osti boyliqlarini tepib, qizish ishlariga kirishgan hamda buningga 3000 dan ortiq yerlik aholini emgakka solganligi bilan munosabatlik edi. 1941 yilining yoz oylarida Shinsey Oltoy viloyatiga Ko'kto'qaydagi yer osti boyliqlarini ichish uchun Rus injenerlari kelib ishlaydi. Qizish ishlarini ishlashga sirtdan elib keladigan emgak kuchi bo'lmaganligi sababidan shu yerdagi qozoqlardan 8000 odam ishga selinsin degan buyruq keladi. Shinsey yana oltin qazg'uvchilar degan nomlarda Ko'kto'qay qatorliq joylarga o'z harbiy qo'shinlarini avatib o'rinlashtirdi. Patixan Sugurbayevning aslishicha 1941 yili 4 oyda birinchi navbatda Ko'kto'qayga 300, Chingilikka 200 odam oltin qazg'uvchilar nom bilan yetib kelib o'rinlashidi. Oradan yana bir qancha oy o'tmayla Ko'kto'qayga 400, Chingilikka 200 oltin qazg'uvchi kelib o'rinlashgan bo'lib, 2 qitimda 2 nahiyaga kelgan oltin qazg'uvchilarning soni 1100 dan eshib ketgan. Osmanning maslahatchisi Latifning aslishicha, mazkur oltin qazg'uvchilarning hammasi Xitoylardan iborat. Uning ustiga bu oltin qazg'uvchilarning mashinalarda elib kelayotganlari jo'to gurjak bo'lmasdan, balki aksicha pilimot va miltiqqa o'xshash harbiy ashyolar edi. Bu odamlar kelibla maxfiy tutish va bulash ishlarini elib boradi. Ko'kto'qay noyasining muavin saqchi boshlig'i Qodir Boy mazkur oltin qazuvchilarning elib kelayotganlarining harbiy qurol yaroqlar ekanligini sezib qolganligi uchun oltin qazuvchilar tarafidan tutib ketiladi. Ko'kto'qayning muavin hokimi Rohat bu ahvollardan xabar tepib qochib ketadi. Qiziq yeri shuki, uni odatdagi qozoq saqchilari emas, balki 200 dan ortiq oltin qazg'uchi tushdan izlaydi. Hamda qozoqlarning 30 ga yaqin yilqisini tortib oladi. Bu vaqtda yana Shinsey Oltoyni Sovet ittifoqiga beribdi degan so'zlarmi tarqalgan bo'lib,
Köktoqaydagi Qozoq qabila oqsoqollaridan Xilil Tayji bilan uning o'g'li muavin hokim Rohat bir qism odamlarni tashkillab, shu yili 6-oyda 2-qitimliq Köktoqay qo'zg'olonini qo'zg'adi. Ular Shinsayning 1940-yili 10-oylarda Köktoqay qo'zg'olonchilari bilan tuzilgan 6 turli kelishimga rioya qilmaganligi, kelishim bo'yicha Shinsayning 6 oydagi qo'shinlarini ilib chiqib ketish kerak bo'lsa-mu, lekin baribir va'dasida turmay, yanala o'z qo'shinini qaytadan o'rinlashtirib, xalq ustidan tutqun qilish va bulashni davomlashtirganligini tashviq qilishdi. Rohat qatorliqlar boshlagan Köktoqaydagi qo'zg'olonchilar Sovet konchilarini qo'g'dayotgan 300 dan ortiq Shinsay askarlari va Sovet konchilarga hujum qo'zg'aydi. 1941-yili 6-oyning 6-kuni Sovet kon tekshirish xodimlaridan 56 odam 20 mashina bilan Köktoqayda Rohat boshchiligidagi bir to'p qo'zg'olonchilarning hujumiga uchrab, bir qancha mashina kuydirilgan va geologiya tekshirish o'mikining boshlig'i Banankov qatorliq bir qancha kishi o'ldirildi. Qo'zg'olonchilar Sovet konchilari bilan qo'shib 300 dan ortiq Shinsay askarini taltukis yo'qotdi. Shinsay bir tarafdan sulh sala boshlab qozoqlarni qurol tashlashga ko'ndirishga tirishsa, yana bir tarafdan Urumchi qatorliq joylardan 4000 dan ortiq qo'shin yo'tkab, harbiy hujum tayyorligini bitirdi. Qo'zg'olonchilar bilan Shinsay qo'shini orasida ko'p qitim janglar yuz berib, qozoq qo'zg'olonchilari zo'r chiqim tortdi. Oxirida ularning bir qism rahbarlari Shinsay avatgan Jonmiqqan qatorliq qozoq to'rlarining Qur'on tutib qilgan qasamlarga ishinib taslim bo'lib qurol tashlagan bo'lsa-mu, lekin baribir Shinsayning qo'liga tushib, turmaga tashlanadi va o'ldirildi. Shundoq qilib, Oltay qozoqlarining 2-qatimliq qo'zg'oloni mag'lub bo'ldi. Osman Islom garchi savotsiz bo'lsa-mu, ammo irodasi mustahkam odam bo'lganligi uchun Jonmiqqanning Qur'on tutib qilgan qasamiga ishonmay, taslim bo'lmasdan bir qancha odami bilan qochib ketib, panohlanib, qaytadan bosh ko'tarish uchun harakat qiladi. Shinsayga vakolatan qo'zg'olonchilarni al qilishga kelgan Dalilqon Sug'urboyev bo'lsa, bir qancha mazgildan keyin 6 oydagi Sovet konsulxonasi bilan maxfiy ko'rishib, 1941-yilining 10-oylarida Sovet geologiyalarining yoshirishi bilan Jimnay orqali Sovet ittifoqiga qochib ketib, 2 yildan keyin Sovet maslahatchilari bilan 3-qatimliq 6 oy qo'zg'olonga rahbarlik qiladi. Umuman bu vaqtda faqat Osman bilan Dalilqondan iborat 2 mashhur odam saq qilib, keyingi qo'zg'olon rahbari bo'lib qoladi. Osmanning hayoti cho'l jazirlar va tog' dalalarda yoshirinib, kuch to'plash bo'lsa, Dalilqonning Sovet ittifoqidagi 2 yillik hayoti hozirgacha sir sifatida turmoqda. Qozoqlarning 1 va 2-qatimliq qo'zg'oloni amaliyotda bevosita Shinsayga qaratilgan bo'lib, lekin Shinsay Sovet ittifoqining himoyasiga erishganligi, Sovet ittifoqining Shinsayning Uyg'urlar va qozoqlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarda ilib borgan bostirishlarini izchil qo'llab kelganligi uchun mazkur qarshilik harakatlarida Sovet ittifoqiga bo'lgan norozilik ham dushmanligining bo'lishi tabiiy edi. Buning tövendikidek bir qancha sabablari bor. Birinchidan, Shinsay 1937-yildagi Abduniyaz Bey boshchiligida Tangri tog'larining janubida portilgan Uyg'urlarning qo'zg'olonini Sovet ittifoqining harbiy qo'shinlarining yordam bilan bostirgandan keyin Stalinning Sovet ittifoqida ilib borgan xalq dushmanlarini tozalash harakatiga moslashib, Sovet ittifoqi xalq ichki ishlar komissariyati organining qo'llashi va maxsus avatgan xodimlarining yordamlari bilan butun o'lka bo'yicha keng ko'lamlik tozalash ilib bordi. Natijada 100 mingdan ortiq odamni qo'lga oldi va o'ldirdi.
Yana shu qitimliq tozlashda Uyg'urlardan ayni vaqtda Sovet ittifoqining va'dalariga ishinib, o'lkaga muavin rais bo'lgan Xo'janiyaz Hojim qatorliq muhim arboblar qo'lga ilinib, o'ltirilgan bo'lsa, o'xshashla Sovet ittifoqini himoya qilib, Shinsay bilan hamkorlashgan qozoqlarning bir qism ziyolilari va qabila oqsoqollarimi tutqun qilinib tozlandi. 1939-yili Sovet ittifoqi hukumati Qizil armiyaning bir nafar qozoq harbiy xodimi jinoyat o'tkazib, Oltayga qochib ketdi deb Shinsay hukumatidan uni tutib berishni talab qildi. Shu yili 9-oyda Shinsay butun o'lka bo'yicha qozoq, qirg'iz, mo'ng'ul qurultay chaqirib, qozoqlarning el boshliqlari qabila oqsoqollaridan bo'lib 40 necha odamni Urumchiga qurultayga chaqirtib, nazarband qilib qo'ydi. Orqadanla Oltay tavasidan yana 400 dan ortiq qozoq oqsoqollarni Sarsumba shahriga yig'ib, nazarband qildi. Hamda qozoqlarning har xil qurollarini, hatto kaka, polta, pichoqcha bo'lgan oila qurollarini mu yig'ish harakati boshladi. Shinsay doilari qozoq oqsoqollarini xalq qo'lidagi barliq qurollarni yig'ib berishga qistadi. Fursatdan foydalangan Shinsay Oltayning valisi va qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxonga aksiyatchi hukumat qurmoqchi, Sovet ittifoqiga qarshi tashviqot bilan shug'ullandi degandek bir qator jinoyatlarni ortib, boshqa bir qism qozoq to'rlari bilan qo'shib o'ltirvatdi. Bu vaqtda yana qozoqlarning Gansu, Chinxay tarafga qochish voqeasi yuz bergan bo'lib, Shinsay ularning ustiga qo'shin avatib, o'xshashla qonliq bostirdi. Umuman, Shinsayning butun o'lka bo'yicha jumladan Oltay tavasidagi tozalash ham bostirish harakatlarida Sovet ittifoqidan kelgan maslahatchilar Sovet ittifoqining usuli bo'yicha qurgan amonliq saqlash va siyosiy qo'g'dash organlarining muhim rol o'ynaganligi muqarrar. Uning ustiga yana qozoqlarning 1940-yildagi birinchi qitimliq Shinsayga qarshi qo'zg'oloni jarayonida Sovet ittifoqi Shinsayga yordam bergan bo'lib, Sovet harbiy maslahatchilari Shinsayning o'lka armiyasining qo'zg'olonchilarga qorshab hujum qilishi hamda tashqi Mo'ng'ul armiyasining chegarada qo'zg'olonchilarni to'sishga qo'mondonlik qilgan. Bu ahvollar qo'zg'olonchilarning Sovet ittifoqidan norozi bo'lish kayfiyatining kuchayishidagi yana bir taraf bo'lishi mumkin. Haqiqatan Shinsayning bostirishi natijasida 1943-yili qozoqlarning 3-qatimliq qo'zg'oloni ko'tarilgichi bo'lgan arliqda Oltay tavasidagi qozoqlar orasida Osmon Islom va Dalilqon Sugruboyev bilan tanglishaligidek yuqori obro'li kishi qolmagan bo'lib, mashhur qabila oqsoqollari, tayjilari, ziyolilari va botir odamlari Shinsayning qo'lida vayron bo'lib tugashgan edi. Ikkinchidan, Sovet ittifoqining Shinsayga yordam berganligi, shuningdek aslidan Sovet ittifoqidan umid kutib, uning topshiriqlarini o'rindagan qozoqlarning rahbari Sharifxon qatorliq ko'plagan ziyolilar va qabila oqsoqollarining Shinsay tarafidan tutqun qilinishiga ham o'ltirilishiga moslashganligidan iborat bu qilmishlari qozoqlarning qalbida yara paydo qilgan edi. Qabila oqsoqollari, mo'tvarlar, bo'libmi Sovet Rossiyaning grajdanlar urushi, kooperatsiyalashtirish hamda ocharchilik voqealari jarayonida bolsheviklar hokimiyatidan norozi bo'lib, uning hukmronligini xohlamay, Oltayga qochib kelib makonlashgan yuqori qatlamga mansub qozoqlarda Sovet ittifoqiga nisbatan cho'nqur o'chmanlik ham norozilik kayfiyatlari mavjud bo'lib, ularning bu xil Sovetga qarshi iddiasi yuqori va tövan qatlamdagi qozoq jamiyatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bizning bu hukmlarimizni Osmon Islomning 1947-yili qishda Guchingda Songshilan bilan so'zlashganda aytgan tövandagi so'zlari muayyanlashtirdi. Biz
Sharqiy Turkistondagi qozoqlar bilan Sovet ittifoqidagi Qozog'iston Jumhuriyatida yashayotgan qozoqlar azaldan qondosh. Sovet ittifoqi inqilobidan keyin Rossiya tavasidagi qozoqlarni dahshatlik bostirdi. Bir muncha kishilar qirildi. Mol mulki musodara qilindi. Diniy e'tiqodidan mahrum qilindi. Hozir Sharqiy Turkistonda yashayotgan ba'zi qozoq qabilalari Rossiyadan qochib kelgan. Shunga biz qozoqlar Sovetdan bak qo'rqimiz va Sovetga bak o'ch. Demak, qozoqlarning ikkinchi qitimliq qo'zg'olonimi ma'lum ma'nidan elib aytganda o'xshashla Sovet ittifoqiga qarshi kayfiyat bilan munosabatlik bo'lib, Sovet geologiya xodimlarining Oltoyda paydo bo'lishi va erkin harakat qilishi qozoqlar orasida Shinsay bu joyni Sovet ittifoqiga o'tkazib berdi deydigan tushunchaning paydo bo'lishini hamda uningga ishonishini keltirib chiqargan. Shu vajidan qozoq qo'zg'olonchilari hech ishkilanmayla Sovet ittifoqi xodimlariga hujum qilgan bo'lib, bu Oltoy qozoqlarining ikkinchi qitimliq qo'zg'olonining boshlanishi bo'lib qolgan edi.